Mana har bir xalq obrazini eng zaifidan eng qudratligigacha. Luferinyo eng zaif xalq. U mashinalarni ko'taradi, zanjirlarni uzadi, devorlarni buzadi, lekin kuchi oddiy inson darajasidan unchalik uzoqqa bormaydi. Keyingi o'rinda professor Xalk turadi. U aqlli va bardoshli, ammo Bruce Banner bilan birlashgach o'zini yovvoyi g'azabini yo'qotgan. Kuch jihatdan u haligacha ulkan, lekin endi avvalgidek dahshatli emas. Edward Norton ijrosidagi Xalk. U Jirkanch ismli yovuz bilan shafqatsiz jangda g'alaba qozongan. Bu xalq o'zini haqiqiy g'azabi va kuchini to'liq namoyon etgan. U chinakamiga yovvoyi va to'xtatib bo'lmas darajada edi. Keyingisi Mark Ruffalo ijrosidagi Xalk. Ayniqsa birinchi Qasoskorlar filmida u o'z cho'qqisida edi. Bir zarbada Leviafanni yo'q qilgan, Thor bilan tengma-teng jang qilgan va Chitauri armiyasiga qarshi kurashgan. Keyingi filmlarda kuchi biroz pasaytirilgan bo'lsa ham, lekin u o'zini prime paytida yengilmas edi. Va nihoyat eng yuqorida Erik Bana ijrosidagi Xalk. U cho'lli va tog'li ustidan kilometrlargacha sakragan, tanklarni o'yinchoqdek uloqtirgan va eng muhimi u qanchalik ko'p g'azablansa, shunchalik ko'p kuchaygan. Ko'pchilikning fikricha aynan Bana ijrosidagi Xalk bu komiksdagi haqiqiy xalq obraziga eng yaqin ko'rinishdir.